Raz yoqmayaptimi? Bor ana narsalaring shunday olganda sur ketaver. Bu oyinikiga borasanmi? Akangnikiga borasan, qayerga borsang bor. Men seni qo'lingdan ushlab, men bitga o'tkazib qo'y, men bilan yashaysan deb o'tirganim yo'q, to'g'rimi? Majburlamayapman-ku. To'g'rimi? Ha? Nima qilasan? Men asabimga tegibman bitta bo'lmasa. Men bilan yashashga sen majbur emassan. Itakchi men ham sen bilan yashashga majbur emasman, tushundingmi? Rostdan ham yoqmayotgan bo'lsa, bor ket umuman. O'zi charchatib yording meni ham. Men ajrashaman deb yerga tegmaganman. Umr yo'ldoshim bilan baxtli yashayman deb turmush qurganman. Endi sen ham sal narsaga yig'lavermagin-da. Endi boshqalarni eriga o'xshab turib, og'iz ko'zlaringni ko'kartirib tashamayotgan bo'lsam, misol uchun senda ko'nglim bo'lmasa nima u? Nima qilibdi? Birga yashayapmiz-ku. Senda ko'nglim bo'lmaganiga yarasha boshqasi bilan yurganim yo'q. Anta xiyonat qilib senga. Bor ana chiqib ket desam, o'ylab ko'r bir. Balki ketmassan, balki ketarsan, o'zing xohishing. Men majburlamayman u seni. Ketga kelsa ketaver. O'yla yaxshilab avval. Ketish ketmasligini. Balki ketmassan, mana qilib yig'lab asab buzmagin. Xo'p, mayli. Alloh uchun, siz uchun go'zal sabr qilishga harakat qilaman. Ket desa, o'ylab ham ko'rish kerak-da odam o'zini ketish ketmasligini.